Bo'pti qizlar, yigitim keldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Ana kecha nima ishlar bo'ldi kecha? Chifta ishlaydi. Qaysida gapirasiz? Tojik? Tojikmisiz? Ha? O'zbekcha bilmaysizmi? Bilaman. Bilasizmi? Mashinada qo'lim bitta qo'ysam bo'ladimi? Qo'ying. Qo'limda girja bor-da. Qarang, men Samarqandga bugun keldim-da. Mehmonmisiz? Mehmon bo'lib kelganman-da. Aeroportga borishim kerak-da. Qanday borsam bo'ladi? Aeroportda nima qilasiz? Aeroportda Amerikaning Yaponiyasiga borishim kerak-da. Sizmi? Ha. Xo'p, mayli. Shuna yo'lga chiqasiz. Hozir. Chapga qayt. Nima qilyapsiz? Meni oyog'imda dovulna bor-da. Shuning uchun mana shatamizdan qochsam, kallamga suvjilik beradi-da, kallam tirmizi bosilar keyin. Tapchkangizni tayinib qichishingiz kerakmi? Shuning uchun aytayapman-ku, dovulna bor deyapman-ku oyog'imda. Kulgili gap bu. Odam ustidan izdosqa qilmang, ahmoq qilasizmi odam? Kulganim yo'q. Yo'lingizni tushuntiraymi, ketasizmi? Mashina siznikimi? Meniki. Yana qanday mashinangiz bor? Qanaqasi kerak? Mersingiz bormi? Topiladi. Mers yaxshimi, BMW yaxshimi? Bilmayman. Yo'lni ko'rsatingmi? Yo'l tushuntirib qanday borsam bo'ladi u yer? To'g'ri ketsangiz. To'g'ri jiraman. Chapga yurasiz. Chapga jiraman. Qara, Fardin akani taniysizmi Samarqandni? Sizga yo'l kerakmi? Menga yo'l kerak. Endi Fardin akani taniysizmi? Samarqandni hamma taniydi-da. Yo'q, tanimayman. Siz yurtdan mana mayak ichasizmi, ichmaysizmi? Nima qilaman? Mayak ichasizmi, ichmaysizmi? Nima u? Tovuqning mayak bor. Ertalab ichsa davulnaga, anavga sahrga davosi bor debdi. Men yurtdan mana ichaman, birgan ichmay chiqdim. Kirishingiz ketganmi siz? Yo'q, men tentakman-da. Spravkangiz ham bor. Bor, sari. Xo'p. Yo'l ko'rsatingmi sizga? Qanday borsam bo'ladi? Vertolyotga chiqamisiz? Men shu aeroportda vertolyotda ketaman-da, men bitta o'zimni. Aeroportda vertolyot nima qiladi? Men aytayapman-ku, men jahon chempioniman. Klasda men ishonmaysizmi? Ixlos bo'yicha birinchi o'rindag'imman kecha. Ishonaman sizga. Uchib ketib. Oypangiz 17 mi? Bitta tashlab ko'rsam bo'ladimi? Ha? Chiqsin. Ya, men ham niyat qilaman-da. Allo. Qani, go'shing bormi? Sug'ini qo'ylarini sotib olaman. Men o'zi sal kirishib ketdim. Men 17 ko'rmaganman-da, ko'rganman. Meniki ham bor edi. Sotib yubordingiz. Yo'q. Anavsi yo'q-da uning. Pamyat to'lib qolgan. Kichkinami pamyat? Ya, pamyat kattadagi issiqqa bo'lib qoladi, zaryad olmay qolyapti. Chiqing shunda yo'lga. Yo'lga chiqqaningizdan keyin chapga Men qaytasiz. to'g'riga jiraman. Necha metrlar jiraman? Yo'lga. Ya, kilgili gapda odamdan yashil qoladi-da, mehmonni ustidan kilgan mezbon ertaga ishi jirishmay qoladi. Sizdan kulganim yo'q. Yo'lni tushuntiryapman o'zi. To'g'ri chiqaman. Ha, to'g'ri yurasiz. Shunda yo'lga chiqing, undan ko'ra odamlarga aytasiz. Nima bo'lyapti sizga? Belimda anov bor-da, tomir bor-da. Aha. Shunga so'jilib ketganda. To'g'riga jira. Nima qarayapsiz? Ya, uyalaman, menga birov qarasa to'g'riga jiraman. Ha. Keyinchi Bitta narsa qaytib so'rayapsiz. men tentakman. Tushuntiryapman men sizga. Tushunmayapsiz, nima qilyapsiz? Aytayapman-ku, men tentakman-da, tushunasizmi? Shuning uchun meni xotiram yaxshi eslamaydi. Kibrmisiz, kibrmasmisiz? Yo'q. Bitta chizib ko'rsatalasizmi? Qanday borish bunday mana yerda o'tirib chizib ko'rsatalasizmi? Nima qilyapsiz? Chizib nima qilaman? Undan ko'ra aytib qo'yaman. Men maktabda geometriyada yaxshi o'qiganman-da, matematika mana chizsangiz tushunaman. Yo'q, chizolmayman. Aytib qo'ying. Kibrmisiz? Kibrmasmi? Aytib qo'yaman. Kimga aytib qo'yasiz? Siz aytib qo'yaman aeroportga. Aeroportda tanishingiz bormi? Yo'q. Aytib qo'yaman deyapsiz-ku. Prosta aytib qo'yaman deyapman. Ketaman deyapsiz. Olib borib qo'yaman deyapsizmi? Necha pul olasiz? Pulingiz kerak emas. Pulingiz olmaysizmi? Lekin pulim ham yo'q, olib borib qo'yasizmi? Men to'g'risini bo'ldi, o'tiring, olib qo'yib ketaman. mana shu sizga. Shatot. Jazlimning suvi opshin dashqa, Toshkentda ham, Samarqandda ham hamma joyda bor. Juda shirin, dikanlarda ham bor. Bitta ochib ichib ko'ring, ta'miga bitta baho bering. Tirnog'im bilan ocholmayman. Bering, men ochib beraman. Ko'p suv 1 2 3. Yashit ochibdi. Bu ovoz chiqishini qarang, bitta iching qarang, ta'mini aytasizda. Bu olib borib qiyozga beraman-da buni.
Uzr. Yaxshi maqan? Buni o'zimiz ishlab chiqaramiz. Sizmi? Aha. Ya hazillashyapman, tog'am ishlab chiqaradi. Mashinangizni olib borib qo'yasiz, men o'raymanmi? O'tiray, olib qo'yaman. To'g'risi mana. Olib boraman deyapsiz. Eringiz erta urmayman, men mashinangizga mingan. Erim yo'q. Eringiz yo'qmi rostdan? Yo'q. Otingiz kim? Bitta duoyim qilib qo'ying. Ana shu bo'ladi. Duo qilib qo'ying. Kim otingiz? Fatima. Fatima menga berdi, Fatima meni mindirdi, hech kim Mindirganim yo'q, mashinaga mindiraman. Ha, Fatima meni mashinaga mindirdi, hech kim Fatimanikiga minmasin. Fatima har doim ishi rivojini bersin. Mashinaga mindirman. Ha, mashinaga minmasin. Mashinaga minmasin. Nimaga minsin? Mashinamga minsin, mayli o'zimga nima qiladi? Ya men o'zingiz aytganim yo'q. Ha, mashinaga minsin, o'ziga mashinaga minmasin, o'ziga minsin. Keyin ishi jirishib ketsin Fatimaning har doim shunday qilib jirsin. Plan berasizmi? Beraman. Necha pul berasiz? Hech pul kerak. 100 ming jita. 200 ming. 500 ming beraman. 500 ming. 500 ming berar ekan, har doim o'ynab kulib yuring. Omin Alloh akbar. Oldin minaymi? Oldinga mining. Men orqa minishni yaxshi ko'raman. Orqa minen qo'rqaman-da, oldida qatla desangiz. Bular orqadan yuraveraman men. Haydang.